Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizning qisqacha mazmunlarini takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur Avtonom rayonluq to'g'ri uchurlarining boshqarish ishxonasi yaqinda Uyg'urlarning ikki muzik to'rini Millatlar Ittifoqligiga ziyonli narsalarni tarqatgan deb taqalgan. Tangirtaq to'rining oshkorlashicha doiralar to'r payloqchilarining inkos qilishi bilan ularning Millatlar Ittifoqligiga ziyonli narsalarni tarqatganligini bayqagan. Uyg'ur Avtonom rayonluq to'r uchurlarini boshqarish ishxonasi taqashni buyurgan o ikki to'r adresi www.music.com bilan www.653130.com nomli to'r betlari ekan. Uyg'ur Avtonom rayonluq to'r uchurlarini boshqarish ishxonasi bayonotida bu ikki to'rning to'r bexatarligini qo'g'dash nizomi bilan to'r mulozimat boshqarish nizomiga xiloflik qilganligini ilgari surgan. Dünya Uyghur Qurultayı bayanatçısı Dilshod Rashid Avtonom rayonluq to'r boshqarish doiralarining bu qarori rayonda uchur va fikr erkinligining qattiq bo'g'ishga uchrayotganligini ko'rsatadi dedi. U bu xil kontrollik Uyg'ur to'rchiligining taraqqiyotiga qattiq to'sqinlik qilayotganligini bildirdi. Kişilik hukuk küzetiş teşkilatı 2016 yıllık Dünya Kişilik Hukuk Doklatı e'lon qilib, o'tgan yili Uyg'ur rayonida kamsitish, bostirish va asosiy kishilik huquqini cheklash davomli kengayganligini ilgari surdi. Doklatda Xitoyning rayonda uchurni qattiq kontrol qilayotganligini ta'kidlab, doiralar Shinjongda uchurni qattiq kontrol qilgashqa rayonda yuz bergan zo'ravonlik yoki tinish norozilik harakatlarining tafsiliy ahvoli bak mujmal deb ko'rsatgan. Doklatda mundaq deydi: Xitoy hukumati 2014-yili Uyg'ur rayonida boshlagan terrorlikqa qarshi turish harakatini 2015-yili yana davomlashtirib, rayonga ko'plab amonlik kuchlarini o'rinlashtirdi. Yangi qonun va belgilamalарni yo'lga qo'yib, o'qitchilikni jinoiylashtirdi. Musulmon Uyg'urlarning dinni ibodatiga cheklama qo'ydi. Dünya Uyg'ur Qurultayining bosh kotibi Nurmamat Musabay mazkur doklatni muayyanlashtirdi. U Xitoyning amonlik kuchlariga zo'r huquqlarni berib, rayonda ig'ir kishilik huquq buzg'unchiliklarini keltirib chiqarganligini ilgari surdi. Xitoyning yer shari vaqti gazeti qatorliq davlat axborot vositalari o'tgan hafta 2015-yilda Uyg'ur rayonida yuz bergan ammo axborot vositalarida xabar qilingan 3 qonliq voqeani oshkorladi. Xabarda deyilishicha, o'tgan yilning ma'lum bir kuni bir guruh kishi Oqsuda ko'cha chorlayotgan qurolli soqchi atritiga hujum qilgan. Hujumda voqea maydoniga bir avtomobilda kelgan hujumchilar soqchi avtomobiliga va atrofiga qor quyuq bomba tashlagan. Uchturpan oila qurolli qism atriti hujumchilarni qo'rshovga ilib voqeani besiqtirgan. Xabarda yana o'tgan yilning ma'lum bir kuni bir guruh kishining tun kechida ma'lum bir soqchixona hujum qilganligini bildirgan. Lekin bu voqeami Yuan Xiaoping ismli bir otryad boshlig'ining qo'mondonligida bartaraf qilingan. Ammo bu xabarda voqeaning aniq vaqti, o'rni, voqeada o'lgan, yaralanganlarning soni ham hujumchilarning kimligi haqida hech qanday uqtir berilmagan. Qirg'iziston Çelişçiler komandasining bosh mashg'avli Bishkekdagi Burkut tantarbiya klubining yetakchisi Farhad Ushur Qirg'iziston davlatlik hurmat mukofotiga erishgan. U Qirg'izistonning tantarbiya sohasida qo'lga keltirgan ko'rinarli natijasi sababli bu hurmatga loyiq ko'rilgan. Farhad Ushur 10 necha yildan buyon Bishkekdagi Burkut tantarbiya klubining yetakchisi bo'lib kelyotdi. Uning qattiq talabchanlik bilan tarbiyalashi natijasida xalqaro musobaqalarda Osiyo chempionligiga erishgan ko'plagan mayirlar yetishib chiqqan. U yetaklagan Qirg'iziston Çelişçiler komandasi 2012-yili Tayland, 2014-yili Mongoliya, 2015-yili Eronda o'tkazilgan xalqaro musobaqalarda yaxshi natijalarga erishib, Qirg'izistonning xalqaroda tonilishiga zo'r hissa qo'shgan. O mukofotini 23 yanvar Bishkek shahrida o'tkazilgan marosimda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atabayevning qo'lidan oldi. Mashrab Qozog'istondagi Uyg'urlar orasida kimlik tuyg'usini kuchaytirib, Uyg'urlarning urf-odat, til, madaniyat va an'analarini qo'g'dashdagi muhim vositaga aylangan. Hozir Almata va uning atrofidagi noya yezilarining hammasida Uyg'ur mashrabi mavjud. Almata mashrabining mashrabiga Burhan Tajidinov mashrab orqali yoshlarning ona tili, milliy an'analarini saqlashga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga tirishayotganligini bildirdi. U o'zi turishlik mahalladagi yoshlar mashrabining a'zolarini maqtab mundaq deydi:
Bugungi kunda ularning hech biri tamoq chekmaydi, aroq ichmaydi. Rasm qoidalik, tartiblik, ajoyib yaxshi bolalar bo'lib chiqdi. Almatanın Sultan Qorga mahallesida o'ltirishlik ataqlıq chaqchaqchi Sabir G'apirov mashrabning Uyg'ur yoshlariga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligini ilgari surdi. U "Men Uyg'ur" deb so'zligini bilan Uyg'ur yoshlarida milliy hissiyat so'z, mashrab mushuni o'rgatyotdi dedi. Ma'lumotlarga qaraganda Almata shahrining o'zida 4 cho'ng mashrab bor ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.